Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun 8-iyun kuni sizlarga xudo xolasa Spark avtomobilini bir qator obzor etib tanishtirib o'tamiz. 2012-yilda ishlab chiqarilgan Sparkimiz. Mashinamiz oq svetda yumshoq balonlar qo'yilgan 400 paketidan. Mashinamizning holati boshim ajoyib. Spark olaman deb yurgan do'stlaringizga shu videoni tashlab qo'yishni unutmaysizlar, hurmatli obunachilar. Durishini qarang, mashina mozzol. Hurmatli obunachilar, bu mashinamiz 2012-yil 12-yilning oxirida chiqqan. Motori 1.25 lik. Birlik koreyskiy motor emas, 1.25 bu motor. Xudo xohlasa ichki holatlari bilan ham bir qator tanishtirib o'tamiz. 3-pozitsiya. Bakoylar ichandan tuzilib netib o'tiraveradi, elektronli. Yurgan probeklari 182.378 km. Lilium, chexol, polik hamma narsasi chotki. Pioner kolonkalar bor arkasida. Defektorlar qo'yilgan. Mashinamiz chotki sostaniyada turibdi. 100 so'mlik rasxoti yo'q. Xudo xohlasa, mashinamizning bahosini keladigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, bahosi 63 million aytilib turibdi. Ustunda savdolashamiz. Barter xizmatlarimiz bor. Avtokredit etib beramiz. Yetmaganlar bir kun, 2 kun, bir hafta qarasak bo'ladi. Motor holatlarini birga yo'sitib o'taman. Yana motor. 1.25 lik motor. Mashina Amrabat avtosavdoda turadi, hurmatli obunachilar. Telefon nomerlarimizni ekranlarda qoldiramiz. Bemalol bog'lanib kelaverasiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lgan, mashinalarimiz ko'p, Amrabat avtosavdoga kelaverasiz.